Shoning shaharda yo narxda hozirgi paytda kvadratiga ko'p joylar 15 million 20 million turgan payt $830 dan savdolashib qo'ydik. Birinchi etajlik shu domimiz sotuvga chiqib ketyapti. O'zini 1,5-2 ming dollar atrofi arendatorlar bilan birgalikda sizga o'tib ketadi jigarlar. Olmazor tumani Medgarodok Shahzoda to'yxonasining ro'parasida joylashgan shu uyimizni 121 etaj, 120 pastki podval bo'ladi jigarlar. Toshminstini yonginasida joylashyapti. Katta yo'l yuzini tashqarisi mana fasadiga qaragan yuzi jigarlar. Yuraylik ichkariga kirib bitta ko'rsatib beramiz. Asosiy eshigimizdan kirganimizda jigarlar, chiroylikgina uyimizni o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Tayyor holatda mabodoga olib turib, ozgincha restavratsiya qilib o'zingiz yashasangiz bo'ladi. Atak biz aytganimizdek indamasdan shunday tashab qo'ysangiz ham sizga oyma-oy pul oqib turar ekan. Kirganimizda bu yon tarafga, o'ng tarafimizga chiroylikgina yotoqxonamizni o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Yon tarafda o'zini sanuzellar bilan birgalikda 240 kvadratdan iborat dupleks shu uyimizni inshaalloh sizniki bo'lishi mumkin. To'g'rida, ayollarning sevimli xonasi bo'lgan oshxonamiz hamda yon tarafda yana yotoqxonamizdan o'zingizlar ko'rib turibsizlar va yon tarafida yana sanuzel hamda yotoqxona jigarlar. Uyimizning tepasi 120 kvadrat, pasti esa 120 kvadrat. O'zingizlar bilgandirsizlar, dupleks shu uyimizni orqa tarafimizda chiroylikgina yotoqxona hamda yon tarafda yana yotoqxona, oshxonasini ko'rib turibsizlar. Bu degani tepada ham, pastda ham oshxonalar shart-sharoitlar qilib qo'yilgan jigarlar. Eng plyus tarafi har bitta xonada o'zini oynalari mavjud. Uyda 100% skvoznak havo aylanib turibdi. Past raqamni qoldiramiz, telefon qiling, aloqaga chiqib bitta savdolashib ko'ring jigarlar. Hammalarni kutib qolamiz.